Keyin bu shampunimiz 700 milligramliklar. Bu shampunimiz 10 ming so'm sotiladi. Asli mana bu joyidan balonga ulanadigan joyi. Katta balonga, gaz balonga ulanadigan joyi, propanga. Bu shu do'stlar bilan nimaga chiqqanda, bundan bittasini olsangiz, bitta bir kunga bemalol yetadi. Buni bosasiz. Buni yoqasiz. Assalomu alaykum aziz do'stlar, aziz ko'radigan muxlislar. Mana bugun mana dushanba kuni shu jahon bozoriga qaytdik. Nimadan bugun nechinchi may? 22-maymi? Jahon bozoriga qaytdik do'stlar. Mana bu ham ko'prik. Mana akamiz ham bor bu yerda, Hoji akamiz hamda bizning hamkorimiz Malik Nuriy. O'shalar bilan qaytdik. Bugun savdo, satiq qanaqa, masalan, narxlar qanaqa bozorda, o'zbek puliga masalan, afg'on puliga qanchaligini batafsil sizlarga aytib o'tamiz do'stlar. Videoni ko'rishdan oldin kanalimizga like bosib, qo'llab-quvvatlab turing. Mana bu ham Omudaryo, suvi ancha toshgan do'stlar. Juda ham ko'paygan suv. Olib kelyapti, masalan, tuxum, o'ziga do'kondorlar yo sayohatga borgan do'stlarimiz o'ziga kerakli narsalardan olib mana Afg'onistonga qaytishyapti. Mana bu ham ko'prik do'stlar. Aziz do'stlar, biz bozorga keldik. Mana narx-navolarni ko'ramiz. Bozorda narx-navo qanaqa? Hammasini surishtirib ko'ramiz inshaalloh. Aziz do'stlar, like bosib, qo'llab-quvvatlab turing. Mana bu ham bozor, jahon bozori, mushtarak bozor. Mana do'stlar, O'zbekistonda narsalar. Chinilardan 17 ming so'mdan. 17 ming so'm aka? Bu o'sha donaga sotiladigan. Donasi. Bu O'zbekiston mahsuloti bular. O'zbekiston. Ha, O'zbekiston mahsuloti. O'zbekiston. Shuni nimasi 720 ming so'm. Do'stlar, go'sht chiqargich, 720 ming so'm. juda ham zo'r ketadi bu. Bu qo'lda qilinadi-ku. Qo'lda Mana do'stlar, dazmol qiladigan narsalar. Dazmolniki necha ming so'm? masalan 100 ming so'mga 1 million 65 ming so'm desa, 1 million 65 ming so'm ekan. 210 ming so'm. 210 ming so'm bo'lsa, bizda 1 ming afg'oni bo'ladi, 1 ming afg'oni. Mana choy qaynatgich. Shunga O'zbekiston Farg'ona Tovoq. bu 1000 kilometrdan ham uzoq deydi uni. Qanchadan ekan danasi? Agar buni 50 ming nimada sotamiz buni. 50 ming so'mi? Mana Toshkent, Buxoro, Samarqand yozuvlilar bo'ladi buni. Har xil yozuv, har xil. Mana qora, qizil gulli bo'ladi mana bunaqa. Keyin atlasli deydi. Har xil gullar bor. Bunaqa qarang. Mana siz yoqtirgan guldan ham bor. ana. Mana. Ko'rdingizmi? Hammasini donasi narxi har xil. birmi yo Yo'q. kichiklari arzonroqmi? Kattalari donaga 50 ming 50 ming sotiladi. so'm. Bular 45 ming, 40 ming har xil.
Endi bu yerda hozir shu yerda narxida. Shu yerda da. Masalan, endi shuni ko'p olib kelsa u yoqdan. Ayo, Masalan, bir qora olib kelsa u yoqdan o'sha yerdan aytishib olib qaytsa. Ancha arzon bo'ladi. Men narxlarini beraman, u 65. Ko'pi tugab ketdi. Hozir bu shulardan saralanib qolganlar. Mana do'stlar, bu yerda ham bor ekan choynak, termos. 255 ming so'm bir donasi. 290 ming so'm ekan narxi, 290 ming so'm. Qarib 15 zapqoni bo'ladi. Mana o tovoq. Narxi yozilmagan bu yerda. Mana siniqda olinglar bitta. Ha, shuni olib qo'yinglar. 150 ming so'm atrofida. 150 mingdan 200 minggacha bo'lgan holat. Bunga boshqacha beharda yoziladi. Bir kishi bir kunda tizadi. Endi u shuning uchun Bu alohida. Ha, Shular. ularda Mana shularga. Shularga talab nihoyatda kuchli bo'ladi. juda arzon narxda bular. Mana shampunlari bor. Bu qo'l sovuni. Mana bular 5200 so'mdan shu sotiladi. Bu o'zbek Nimasi sifati yuqori? Ha, yuqori. Sifati yuqori bo'lsa 5 dan hech sotilmadi. Bu yerda 50 rupiya. Keyin bu shampunimiz 700 milligramliklar. Bu shampunimiz 10 ming so'm sotilyapti hozir. Buni ko'proq, misol 100 karton, 200 karton olamiz desa, narxi arzonroqqa beramiz. Qancha dedingiz mana shuni? 10 ming so'm bo'lmay sotiladi. Bu mana chesnok, sarimsoq yozdiysizlar. Sarimsoq. 7 ming so'm sotiladi. Bu ham Bu narxi ancha olmasandan. o'zi yonadigan. Gaz plita do'stlar. O'zi yonadi. Bu Keyin buni masalan o'zi bu keyinchalik masalan tugab qolsa qanday qilinadi masalan? Mana shu tugab qoldi. Qaytadan bitta qo'yish kerakmi shuni? To'ldirib beradimi? Ha? yo'q, to'ldirib bermaydi. Bor, bu bir martalik. Bir marta edi. Masalan bir Bu marta qancha bo'ladi? bu hoji aka, bu shular narsaki, bu piknikka chiqasiz-ku. Ha, shu yerda nima deydi? Piknik deymiz. Ha, piknikka chiqqaningizda balonni ko'tarib yurmaysiz. O'zi asli mana bu joydan balonga ulanadigan joyi. Katta balonga, gaz balonga ulanadigan joyi, propanga. Bu shu do'stlar bilan nimaga chiqqanda, bundan bittasini olsangiz, bitta bir kunga bemalol yetadi. Buni bosasiz. Buni yoqasiz. Ishingizni bitirib, buni keyin tashlab yuboraverasiz. Bu har joyda sotadi bu. 10 ming, 12 ming so'mdan sotiladi. Tushunay, bular O'zbekiston mana. Va bu yergacha O'zbekiston. Soqol nimalari? Bu guli Chinni. Bu bosma emas. Bu bosma emas. Bir nima turibdi mana qarang buni. Mana do'stlar, bu rastada etajda Afg'onistonning mahsulotlari bor do'stlar. Mana. Masalan, to'shak, nima, mana chopon. Mana. Mana poyabza. Jirob deydi. Varsina pejini. Ay, olib o'tirman. Ya, o'zidami, lekin ichini tamam. Bu yerda tuxum narsalar bor ekan. Like bosib qo'llab-quvvatlab turing do'stlar. Hayraton bozori.
bo'lsa bu boshqa etaj. Bu yerda mana shu nimalar sotiladi. Mana poyabzal, kiyim-kechak. Mana bu do'konlar yopiq ekan. Mana nimalar bor bu yerda. Quyosh panellari. Bu yer bu tomonda muzlatgich. Kampar narsalar.